Assalomu alaykum. Bu mendagi Fikus Benjaminni 2 oy oldingi sotib olgandagi holati. Videoni ko'rsanglar, oxirida kommentariyada yozib ketinglar. Tayyorlayotgan spreylarim, qilinayotgan protseduralar ish beryaptimi yoki yo'qmi? O'shani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi sirkon, ipini ishlatsanglar bo'ladi. Buni o'rniga gumat kaliy va 1 litr iliq suv. Menda 1 litrdan sal oshib ketdi. Sirkondan 4-5 tomchi solamiz. 6 tomchi solsanglar ham bo'ladi, hech nima qilmaydi. Hozirgi tayinlanadigan spreyi kuz-qish mavsumida bemalol Fikus Benjaminlarga, ayniqsa fikuslarga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Gumat kaliy ham ildizini yaxshi rivojlantirishga, o'simlikning ildizini yaxshi rivojlantirishga, ham o'sishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi va juda ham kuchli, juda ham yaxshi anti-stress ham hisoblanadi. Gumat kaliy bilan birgalikda sirkon yoki ipin qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Bu safar men sirkon qo'shdim. Mana spreyimiz tayyor bo'ldi. Mana o'sha videoni boshidagi Fikus Benjamin. Hozir yaqinroqdan ham ko'rsataman. Barglar chiqqan, salkam 10 ta atrofida, 10 tadan oshiq balki yangi barglar chiqqan. Mana shoxini pastidan ham kichkina shoxcha chiqqan. Pastroqdan. Buni sotib olganimdan keyin plyonka yopib, teplichka usulida xuddi reanimatsiya qilib protsedura qilib kelyapman. Mana shu oddiy plyonka, toza. Shu plyonkani kiygizamiz. Hech qanaqa plyonkada hech qanaqa teshigi yo'q. Teshmadim. Xohlasanglar tagidan ozgina joy qoldirsanglar bo'ladi havo aylanib turishiga, lekin men joy qoldirmadim, mahkam qilib yopib tashlayveraman. Mana xuddi shu muolajani bir haftada bir marta, 4-5 kunda bir marta qayta takrorlasanglar bo'ladi. Fikus Benjamin shunaqa o'simlikki, ozgina sovuq bo'lsa ham shoxini tashlayveradi, barglarini tashlayveradi. Ozgina issiq bo'lsa ham barglarini tashlayveradi. Injiqroq namlikni juda yaxshi ko'radi, spreyni, namlikni. Kichkina fikuslarga ham, Fikus Benjaminlarga ham xuddi shu spreydan sepib tagiga xuddi shu suvdan quyib sug'orib olsa ham bo'ladi.